rejim boshlaymiz bolalar, ozish uchun. 2 kun, 3 kun, 4 kun keyin tashlab yuboramiz. Sport bilan shug'ullangani chiqamiz 3-4 kun. 3-4 kun chiqamiz, keyin nima qilamiz? Mana shu bizda azmi qarorni yo'qligi. Qaranglar-da, g'ayri dinlar, kofirlar bir dunyo ishida bir katta maqsadni oldiga qo'yadi. Musulmon emas bu, kofir bu, mushrik bu, aroq ichadi, zino qiladi. Ammo shu maqsadiga yetkazadigan ishni mahkam ushlab qiladi. Shularga ham Alloh taolo natijani beryapti. Ha biz musulmonmiz-ku, iymonimiz bor, halolmiz, ibodatdamiz, duodamiz. Sababini qilayotganda oxirigacha borib ko'raylik, nima bo'lar ekan? Mana qarang, otasi ulug' inson bo'ldi, taqvoli. Alloh taolo qobiliyat berdi va nima qildi? Azmi qaror bilan nafsini mahkam tutdi. Bizda ham yuksalida orzu qiladigan yoshlarimiz yo'q emas. Bor. O'sha iqtidori bor, talanti bor, yodlash qobiliyati zo'r bo'lgan yoshlarimiz bor. Lekin bularda ko'proq nima topilmay qoladi? Ana shu azmi qaror bo'lmay qoladi. O'sha ko'zlagan narsasiga olib boradigan mehnatga, mashaqqatga sabr qilmaydi. Yarim yo'lda burib yuboradi. Chunki joni